Ikki xonali premium klass novostroykaga kelganimizda 70 kvadrat salkam uyimizning maydoni bo'lyapti. Yangi remont, tayyor kirib yashaydigan uy. Qarang, asosiy podyezdan kirish eshigimiz, biz yog'imizni alohida katta prixojka, mebellarimiz bor. O'ng taraf, chap taraf, hamma yoq mebel bilan yasatilib tashalibdi. Manzilimiz juda ham yaxshi. Keling, mana bu yoq tarafimizdan qarang-da. Sanuzellarimiz alohida. Bu yog'imiz bizda hammom, dush, kabina sifatli kafilda taqilgan. Bu yog'imiz hojatxona, дополнительный stolni bonus uchun qo'yilgan. Va oshxonamiz, встроенный кухонный mebel, kir mashina, холодильник, hamma narsa o'rnatilgan. Uyimizni 6-qavatda joylashgan 8 qavatli binomizda novostroyka qurilish imoratimiz g'ishli bo'ladi. Bu yoq tarafimizda mana chap tarafga kiradigan bo'lsa, bizda spalnining o'zini zakritli balkonchasi ham bor. Ba'zi novostroykaga kirsangiz, mana shu spalnining razmerida zaldagi bo'ladi. Bu yoqni zalni ko'rsataman sizga, keling. Mana zal, to'y qo'rsa bo'ladi. Kattaligini qarang-da. Kadastr ma'lumoti bo'yicha 69 kvadrat. Endi egalari yetishdi. 69 kvadrat deb uyimiz zo'r, manzil Yunusobod 13-kvartal megapolis orqasi rayoni ko'chaga kirib kelganimizda. Narxi juda ham yumshoq, 85.500 kelishiladi. Bunaqa premium klass novostroyka, katta bahavat xonali uy qidirayotgan tanishlarimizni samolyotda jo'natib yuboramiz.